Shoshilinch tezkor xabar. O'zgidromet O'zbekiston fuqarolari uchun haftalik ob-havo ma'lumotini e'lon qildi. Barcha fuqarolar tezda ushbu videorolikni o'tkazib yubormasdan xabardor bo'ling. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. O'zbekiston va jahonda sodir bo'layotgan eng so'nggi va dolzarb xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun like bosib, hoziroq kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Diqqat qiling. O'zbekistonda 16-martdan 18-mart kunlarigacha hech qaysi bir hududda yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqatgina 17-18-mart kunlari Surxondaryo viloyatida, 18-martda esa Qashqadaryo va Samarqand viloyatlarining ayrim joylarida yomg'ir yog'ishi mumkin. 19-mart kuni respublika markaziy va janubiy sharqiy hududlarida hech qanday yog'ingarchiliklar bo'lmaydi. 20-mart kuni ham yog'ingarchilik kutilmaydi. Mazkur davrda havo harorati asosan kechalari +5 +10 daraja, kunduz kunlari esa 15-20 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. 16-17 mart kunlari respublikaning shimoliy cho'lik hududlarida shamol tezligi 13-18 metr/sekundgacha kuchayishi mumkin. Hafta davomida poytaxtimiz Toshkentda yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqatgina 19-mart kuni vaqti bilan yomg'ir ayrim joylarda sepalab o'tadi. Havo harorati kechasi 5-10 daraja iliq, kunduz kunlari 17-20 darajagacha ko'tariladi, deyiladi xabarda.